Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan minimal pensiya 7 million so'mgacha oshadimi? Pensionerlarga katta o'zgarish bo'ladimi? Hamma pensionerlar birdaniga ko'proq pul oladimi degan savollar hozir juda ko'p odamlarni xavotirga solyapti. Ayniqsa pensionerlar, nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va pensiyaga chiqish arafasida turgan insonlar bunday xabarlarni ko'rsa, tabiiyki darrov qiziqadi. Men bugun sizga bu mavzuni oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Qaysi xabar haqiqatga yaqin, qaysi bir noto'g'ri talqin qilinmoqda, kimlar nimani tekshirish kerak, kimlar esa vahimaga tushmasligi kerak. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda pensioner bor yoki pensiya masalasi yaqin kelajakda albatta dolzarb bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikka juda kerak. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Minimal pensiya avgustdan 7 million so'm bo'lib ketadi degan gapni eshitsangiz, buni darhol rasmiy qaror sifatida qabul qilmang. Chunki pensiya miqdori oddiy mish-mish bilan, Telegramdagi sarlavha bilan yoki kimningdir videosidagi baland gap bilan o'zgarmaydi. Pensiya, nafaqa, bazaviy hisoblash miqdori, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori. Pensiyani hisoblash bazaviy miqdori kabi ko'rsatkichlar faqat rasmiy hujjatlar asosida o'zgaradi. Oldin qanday edi? Fuqaroga pensiya tayinlanganda uning ish staji, rasmiy ish haqi, pensiya jamg'armasiga to'langan badallar. Ayrim imtiyozli davrlar, ayollar uchun bolani parvarishlash davri, harbiy xizmat, o'qish davri kabi omillar o'rganiladi. Ya'ni pensiya hammaga bir xil tayinlanmaydi. Kimdir ko'p yil rasmiy ishlagan, maoshi yuqori bo'lgan, hujjatlari to'liq bo'lgan bo'lsa, uning pensiyasi yuqoriroq chiqadi. Kimdir kam staj bilan rasmiy maoshi past bo'lgan joylarda ishlagan bo'lsa, pensiyasi kamroq bo'ladi. Endi nima o'zgardi yoki o'zgarishi mumkin? Odatda davlat vaqti bilan pensiya va nafaqalarni indeksatsiya qiladi. Ya'ni inflyatsiya, narx-navoning o'sishi aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish zarurati sababli miqdorlar oshiriladi. Lekin bunday oshirish hammaning minimal pensiyasi 7 million bo'ladi degani emas. Ko'p hollarda ayrim toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar eng kam pensiya chegarasini ko'tarish, ayrim nafaqalarni oshirish yoki pensiyani qayta hisoblash mexanizmlariga o'zgartirish kiritilishi mumkin. Shuning uchun men sizdan bir narsani so'rayman. 7 million degan raqamni ko'rdingizmi? Avvalo manbani tekshiring. Bu prezident farmonimi? Vazirlar Mahkamasi qarorimi? Pensiya jamg'armasining rasmiy e'lonimi yoki shunchaki odamlarni videoga jalb qilish uchun qo'yilgan sarlavhami? Farq juda katta. Pensiya masalasida eng ko'p chalkashlik 3 ta joyda paydo bo'ladi. Birinchisi, odamlar minimal pensiya bilan o'rtacha pensiyani aralashtirib yuboradi. Ikkinchisi, eng kam iste'mol xarajatlari yoki kambag'allik chegarasi kabi tushunchalarni pensiya bilan bir xil deb o'ylashadi. Uchinchisi, ayrim ijtimoiy to'lovlar oshsa, hamma pensionerning oylik pensiyasi ham xuddi shu miqdorga ko'tariladi deb hisoblashadi. Masalan, birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon 35 yil rasmiy ish stajiga ega bo'lsin. U zavodda ishlagan, maoshi hujjatlarda ko'rsatilgan, arxiv ma'lumotlari bor. Agar pensiyani qayta hisoblash bo'yicha rasmiy o'zgarish bo'lsa, bunday odamning hujjatlari to'liq bo'lgani uchun u oshirishdan aniqroq va to'g'riroq foyda ko'rishi mumkin. Chunki tizim uning stajini, maoshini, to'lovlarini ko'ra oladi. Ikkinchi misol. Qashqadaryodagi onaxon 25 yil ishlagan, lekin O'myeli kolxozda, 8 yil bozorda, 7 yil esa norasmiy ishlagan bo'lsin. U o'zini men umr bo'yi ishlaganman deb biladi. Bu haqiqat bo'lishi mumkin. Lekin pensiya hisoblashda men ishlaganman degan og'zaki gap yetarli emas. Hujjat, buyruq, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Agar shu hujjatlar yo'q bo'lsa, pensiya kamroq chiqishi mumkin. Shuning uchun bunday insonlar 1 avgustdan 7 million olaman deb umid qilib o'tirishdan ko'ra, avvalo o'z hujjatlarini tartibga keltirish kerak. Uchinchi misol, samarqandlik bir fuqaro pensiyaga chiqish arafasida. U 6 yoshga yaqinlashyapti, lekin oxirgi yillarda rasmiy ishlamagan. U baribir minimal pensiya katta bo'lar ekan. Hujjat yig'ish shart emas deb o'ylashi mumkin. Bu juda xavfli xato, chunki pensiya miqdori qancha ko'p rasmiy istar to'lov bo'lsa, shuncha asosli hisoblanadi. Minimal kafolat bor bo'lsa ham bu yuqori pensiya degani emas. Minimal daraja odatda ijtimoiy himoya uchun qo'yiladi, lekin yuqori pensiya olish uchun asos kerak.
To'rtinchi misol. Bir pensioner hozir 1 milyon 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. Boshqa biri 3 milyon 200 ming so'm olayotgan bo'lsin. Agar davlat pensiyalarini masalan ma'lum foizga oshirsa, birinchi odamning oshishi pul ko'rinishida kamroq, ikkinchi odamning oshishi ko'proq ko'rinishi mumkin. Chunki foiz bazaga nisbatan hisoblanadi. Shu sababli qo'shnimniki ko'p oshdi, menikisi kam oshdi degan e'tirozlar ko'p bo'ladi. Lekin bu doimo xato hisoblash degani emas. Hisoblash formulasi va boshlang'ich pensiya miqdori farq qiladi. Kimlar albatta e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda pensiyasi juda kam bo'lganlar, ya'ni eng kam miqdor atrofida pensiya olayotganlar. Ikkinchi navbatda pensiyaga yaqinda chiqadiganlar. Uchinchi navbatda hujjatlarida uzilish bor fuqarolar. To'rtinchi navbatda nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki ijtimoiy nafaqa olayotganlar. Chunki har bir toifa bo'yicha qoida boshqacha bo'lishi mumkin. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz allaqachon rasmiy hisoblangan, stajingiz to'liq kiritilgan, har oy pul tushyapti. Shaxsiy ma'lumotlaringizda xatolik yo'q bo'lsa, har bir mish-mishga yugurib pensiya jamg'armasiga borishingiz shart emas. Rasmiy oshirish bo'lsa, ko'p hollarda tizim orqali avtomatik amalga oshiriladi. Lekin telefon raqamingiz, karta hisobingiz, yashash manzilingiz, pasport ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, albatta tegishli joyga xabar berish kerak. Endi eng muhim nozik jihatlarni aytaman. Birinchi nozik jihat. Minimal pensiya degani doim hamma pensioner oladigan eng kam umumiy summa degani bo'lavermaydi. Ayrim hollarda pensiya turi, staj yetarliligi, ijtimoiy nafaqa yoki pensiya maqomi farq qiladi. Masalan, yoshga doir pensiya bilan ijtimoiy nafaqa bir xil tushuncha emas. Yoshga doir pensiya uchun odatda staj va rasmiy mehnat faoliyati muhim. Ijtimoiy nafaqa esa pensiya olish huquqi yetarli bo'lmaganda yoki boshqa ijtimoiy holatlarda berilishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, qo'shimcha to'lovlar hamma uchun bir xil bo'lmasligi mumkin. Masalan, ayrim hududlarda, ayrim toifalarda, nogironligi bo'lgan fuqarolarga, yolg'iz keksalarga, urush yoki mehnat faxriylariga, alohida xizmatlari bo'lgan shaxslarga qo'shimcha ustamalar bo'lishi mumkin. Lekin bir insonda bor imtiyoz boshqasiga avtomatik o'tmaydi. Shu sababli falonchi 7 million olayotgan ekan, demak men ham olishim kerak degan yondashuv to'g'ri emas. Falonchining staji, lavozimi, mukofoti, nogironlik guruhi, qo'shimcha ustamasi yoki boshqa asoslari bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat, pensiya qayta hisoblanishi uchun ba'zan fuqaroning o'zi ariza berishi kerak bo'ladi. Masalan, oldin topilmagan arxiv ma'lumotlari keyin topildi. Yoki mehnat daftarchasida noto'g'ri yozilgan davr bo'yicha sud yoki arxiv orqali tasdiq olindi. Bunday holatda tizim o'zi bilib qolmaydi. Siz hujjatni olib borib, qayta hisoblashni so'rashingiz kerak. Aks holda siz yillar davomida kamroq pensiya olib yurishingiz mumkin. To'rtinchi nozik jihat, norasmiy ishlagan yillarni isbotlash qiyin. Men ko'p ko'raman, odamlar 20 yil ustachilik qildim, 25 yil savdo qildim, butun umr dehqonchilik qildim deydi. Bu mehnatning qadrini hech kim inkor qilmaydi. Lekin pensiya tizimida rasmiylik muhim. Soliq to'langanmi? Ish beruvchi ro'yxatdan o'tkazganmi? Mehnat shartnomasi bo'lganmi? Buyruq chiqqanmi? Ish haqi hisoblanganmi? Shular hal qiluvchi omil. Bugungi yoshlar ham bundan xulosa qilishi kerak. Rasmiy ish haqini konvertda olish kelajakdagi pensiyani kamaytirishi mumkin. 5-nozik jihat. Bank kartasi va pensiya yetkazib berish masalasi. Ayrim pensionerlar pensiyam oshmadi deb o'ylaydi. Lekin aslida bankdagi ushlab qolish, kredit to'lovi, aliment, ijro hujjati yoki karta bilan bog'liq muammo bo'lishi mumkin. Ba'zida pul tushgan bo'ladi, lekin SMS kelmaydi. Ba'zida karta muddati tugagan bo'ladi. Shuning uchun avvalo bank ilovasidan, bank filialidan yoki pensiya bo'limidan aniq ma'lumot olish kerak. 6-nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya oshishi haqida shov-shuv ko'paygan paytda ayrimlar men sizga pensiyani oshirib beraman, 7 millionga chiqarib beraman, ariza yozib beraman, faqat xizmat haqqi bering. Pasportingizni yuboring, kartangiz kodini ayting deb aldashi mumkin. Hech qachon karta PIN kodi, SMS kod, bank ilovasi paroli, pasport nusxasi va shaxsiy ma'lumotlarni begona odamlarga bermang. Rasmiy xizmatlar davlat idoralari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, pensiya jamg'armasi bo'limlari yoki qonuniy vakillar orqali amalga oshiriladi. 7-nozik jihat, 1 avgust sanasi ham alohida tekshirilishi kerak. Ba'zan qaror bir sanada qabul qilinadi. Kuchga kirishi boshqa sana bo'ladi. To'lov esa keyingi oyning ma'lum kunida amalga oshadi.
Masalan, hujjatda 1 avgustdan kuchga kiradi deyilsa ham, ayrim to'lovlar sentyabrda avgust uchun qayta hisoblab berilishi mumkin. Yoki aksincha, faqat yangi tayinlanadigan to'lovlarga taalluqli bo'lishi mumkin. Shuning uchun sana bo'yicha ham aniq rasmiy izoh kerak. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, birinchi navbatda pensiya miqdori haqida rasmiy manbadan ma'lumot oling. Mahallada gap so'z, qo'shnining aytgani tasodifiy videodagi sarlavha asosida xulosa qilmang. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limi rasmiy sayti, davlat xizmatlari markazi yoki ishonch telefoni orqali tekshiring. Ikkinchi qadam. Hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, ish staji haqida ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, harbiy xizmat guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa tegishli guvohnoma, nogironlik bo'yicha hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, bank karta rekvizitlari tartibda bo'lishi kerak. Ayniqsa ayollarda familiya o'zgargan bo'lsa, eski hujjatlardagi familiya bilan hozirgi hujjatlardagi familiya bog'lanishi aniq ko'rsatilishi zarur. Uchinchi qadam, stajingiz to'liq hisoblanganmi? Shuni tekshiring. Agar siz men 30 yil ishlaganman, lekin pensiyada 22 yil hisoblangan deb shubha qilsangiz, befarq bo'lmang. Qaysi yillar kiritilmaganini aniqlang. Sobiq ish joyi tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Arxivdan buyruq nusxasi, ish haqi ma'lumotnomasi, ishlagan davrini tasdiqlovchi hujjat so'rang. Agar arxivda ham topilmasa, ayrim holatlarda sud orqali faktni belgilash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin buni mutaxassis bilan maslahatlashib qiling. 4-qadam. Pensiyani qayta hisoblash uchun ariza yozing. Arizada shunchaki pensiyamni oshirib bering deb yozish yetarli emas. Aniq sababni ko'rsating. Yangi arxiv ma'lumoti topildi. Ish stajining falon davri kiritilmagan. Familiya o'zgarishi sababli hujjat bog'lanmagan. Nogironlik guruhi bo'yicha qo'shimcha to'lov hisoblanmagan. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha bola soni yoki maqomi o'zgargan. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling va qabul qilinganligi haqida ro'yxat raqami oling. 5-qadam, javobni yozma shaklda oling. Og'zaki bo'lmaydi, kerak emas, keyin keling degan javob bilan cheklanib qolmang. Agar masala jiddiy bo'lsa, yozma murojaat qiling va yozma javob oling. Chunki keyin yuqori tashkilotga, sudga yoki boshqa idoraga murojaat qilish kerak bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. 6-qadam, pensiya tushumlarini solishtiring. Masalan, iyul oyida qancha tushdi? Avgustda qancha tushdi? Qayta hisoblash bo'lganmi? Qo'shimcha to'lov alohida tushganmi? Bank ushlab qolganmi? Shularni yozib boring. Ko'pchilik faqat umumiy summani ko'radi, lekin tafsilotga e'tibor bermaydi. Agar sizda raqamlar bo'lsa, muammoni tushuntirish ham oson bo'ladi. 7-qadam, agar pensiya chiqish arafasida bo'lsangiz, oldindan tayyorlaning. Pensiya yoshiga yetgandan keyin hujjat qidirishni boshlash kechikish keltirib chiqaradi. Kamida 6 oy oldin mehnat daftarchasini, ish joylari ro'yxatini, arxiv ma'lumotlarini, familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlarni yig'ing. Ayniqsa 1990-yillar, 2000-yillar boshidagi korxonalarda ishlaganlar uchun arxiv masalasi juda muhim. Chunki ko'p korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan yoki hujjatlar boshqa joyga topshirilgan bo'lishi mumkin. 8-qadam, rasmiy ishlashga e'tibor bering. Bu maslahat faqat hozirgi pensionerlarga emas, ularning farzandlari va nevaralariga ham tegishli. Bugun rasmiy maoshni past ko'rsatib, qolgani naqd olish qulay tuyulishi mumkin. Lekin ertaga pensiya hisoblanganda sizning real daromadingiz emas, hujjatda ko'rsatilgan daromadingiz ahamiyatli bo'ladi. Shu sababli kelajakdagi pensiyani bugundan boshlab o'ylash kerak. Endi yana 7 million raqamiga qaytaman. Agar kimdir minimal pensiya 7 million bo'ldi desa, siz undan 3 ta savol so'rang. Birinchisi, qaysi rasmiy hujjatga asosan? Ikkinchisi, aynan qaysi toifa uchun? Uchinchisi, bu pensiyam nafaqami, qo'shimcha to'lovmi yoki bir martalik yordammi? Mana shu 3 ta savolga aniq javob bo'lmasa, demak xabarni ehtiyotkorlik bilan qabul qilish kerak. Real hayotda bitta raqam ko'p narsani anglatishi mumkin. Masalan, kimdir bir martalik moddiy yordam olgan bo'lishi mumkin va uni oylik pensiya deb aytgan bo'lishi mumkin. Kimdir pensiya bilan birga kompensatsiya, ustama, qarzdorlik bo'yicha qayta hisoblangan pulni olgan bo'lishi mumkin. Kimdir bir necha oy to'lanmagan pulni bir yo'l olgan bo'lishi mumkin. Boshqa odam esa buni eshitib, hammaning pensiyasi 7 million bo'libdi deb tarqatadi. Natijada minglab pensionerlar umid qiladi, keyin hafsalasi pir bo'ladi. Men mutaxassis sifatida sizga shuni aytaman.
pensiya tizimida o'zgarishlar bo'lsa, bu albatta rasmiy tushuntiriladi. Lekin odamlarning moliyaviy savodxonligi past bo'lsa, turli noto'g'ri talqinlar tez tarqaladi. Shuning uchun har bir yangilikni hujjat, toifa, sana va hisoblash tartibi bilan birga ko'rish kerak. Pensiya bu hissiyot bilan emas, huquqiy asos va hisob-kitob bilan belgilanadigan masala. Demak, bugungi mavzuning asosiy xulosasi shuki, 10 avgustdan minimal pensiya 7 million so'm bo'ladi degan gapni rasmiy hujjatsiz haqiqat deb qabul qilmang. Pensiya oshishi mumkin, ayrim toifalar bo'yicha o'zgarishlar bo'lishi mumkin, qo'shimcha to'lovlar joriy etilishi mumkin. Lekin hamma pensioner avtomatik 7 million so'm oladi degan xulosa juda ehtiyotkorlik bilan tekshirilishi kerak. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Hujjatlaringizni tekshiring. Stajingiz to'liq kiritilganini aniqlang. Shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Arxiv ma'lumotlarini yig'ing, bank va karta ma'lumotlarini tartibga keltiring. Firibgarlarga ishonmang va faqat rasmiy manbalarga tayaning. Agar sizning pensiyangiz kam bo'lsa, bu mavzuni befarq qoldirmang. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Hujjatlarni ko'rib chiqing, tushuntirib bering. Ko'p pensionerlar internetdagi gaplarni to'liq tushunmaydi, lekin ular uchun har bir so'm muhim. Shuning uchun farzandlar, nabiralar, yaqinlar bu masalada mas'uliyatli bo'lishi kerak. Siz bu xabar haqida nima deb o'ylaysiz? Sizning hududingizda pensiya oshishi haqida qanday gaplar yuribdi? Pensiyangizda oxirgi oylarda o'zgarish bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki to'g'ri ma'lumot ko'p odamni keraksiz vahima va aldovdan himoya qiladi.